Qizimda o'zi nima deydi, o'smirlarda bo'ladigan o'g'ri chiqib yurardi. To'g'risini aytsam, biz allergiya deb o'yladik oldin, keyin allergologga murojaat qildik. Borganmizda ko'p davolanganmiz, anaqa qilganmiz, prosta oxirgi marta bo'lganda unda yuzida juda ham yomon o'zgarish bo'lib ketdi, tez bo'lib ketdi. Bu narsa bizni bilmay qoldik. Juda ham qo'rqib ketdim. Men ham o'zim ham ona sifatida juda ham hayajonlanib, qizim uchun juda xavotir oldim, har qanaqa ona sifatida. Shundan keyin murojaat qilganimizda qizim juda ham yuzi yaxshi emas edi. Keyin uyda ham ozgina qarshiliklar bo'ldi, shu kosmetologga olib borish haqida. O'shalarga qaramasdan opamni aytganlarini qilib, biz keldik. Bittada natijasini bildik, chunki kelganda juda ham yomon edi yuzi. Beilojlikdan kelgan edim, to'g'risini aytsam. Bitta ko'rinishda natija bo'ldi 2 kunda. Adasi ham hayron qoldilar. Keyin mana bugun уже 3-chi kelishimiz. 3-chi kelishga menimcha o'ylaymanki, juda ham yaxshi natija oldik. Biz ixlos bilan keldik, Xudoga shukr. Nima deydi, doktor Gulamovaning ham yuzlari yorug' bo'ldi. Qizim o'zi ham xursand. Qachon boraman? Necha soat qoldi? 13 soat qoldi, 2 soat qoldi deb o'zi sanab hozir keldi. Doktor Gulamovaga rahmat demoqchiman. Ishlarini omadini bersin, tan joylari sog' bo'lsin. Shu Xudo yuqtirgan kasblari bor ekan, Alloh o'zi qo'llasin har doim. Niyatlariga yetib yursinlar. Rahmat kattakon.